Boshim og'riyapti. Mana shu joyda rosa ko'p vaqtimiz o'tgan. Judayam ko'p vaqtimiz o'tgan. Endi bo'ldi bu buyoqqa bu tarafga 100 metr, 200 metr, bu tarafga bo'ldi 100 metr radiusda. Mana shu turgan joyimda 100 metr radiusda meni 12 yoshim, 13-14 yoshlarim o'tib ketganda. Mazza qilganman lekin. Tog'larda ham. Tog'ga bormagan o'sha taraflarda. 12, 13, 14 yoshlarim mana shu joyda mazza qilib o'tgan lekin. Bunaqa yaxshimi? Oddiymi? Zo'rmi? Endi bekorchimi? Foydalimi? Foydasizmi? Bilmadim, lekin yaxshi xotiralari bor. Nima ma'no? Har bir vaqtda yaxshi o'tkazish, foydali o'tkazishmi? Tinimsiz mana bir inson butun 50 yil umrini tinimsiz o'qishga yoki o'zini rivojlantirishga tikib yuborsa, tinimsiz 24 ga 7 o'qisa-da, bu zo'r deganimi? Menimcha yashash kerak. O'zini xohlagan ishini qilib, lekin o'tib ketgan o'sha befoyda o'tib ketgan umrini achinmaslik kerak. Shunaqa yashash kerak. Achinish hissi hammada bo'ladi. Ayni paytda yaxshi joyda turgan bo'lsa ham, yomon joyda turgan bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, boy bo'lib eng rivojlangan, yaxshi darajalarda ketayotgan mashhur bir odamni 20 yoshimda shuni bilganimda edi deb achinadi. Baribir nimadir bilan achinadi. Eng yaxshi narsa achinmay yashash. Eng to'g'risi achinmaslik. O'sha achinish hissini yo'qotib, hozirgi lahzadan yashab, o'z xohlaganda yashash kerak bo'ldi. Qiyin emas. Odamlar nima deydi? Odamlar maqtash uchun, odamlar gapirish uchun yoki yomon yoki yaxshi gapirish uchun yoki kimgadir ko'rsatib qo'yish uchun yoki isbotlash uchun qilingan har bir ish mantiqsiz, bema'no. Nega odamlar uchun men masalan uy qurish, odamlar ko'rsin deb mana maktabdagi do'stlariga, o'qituvchilariga nimaga qodirligini, nima qila olganini shuncha yil o'qib mana yomon deb aytgan o'quvchilar, oddiy bola bo'lgan, maktabda yaxshi o'qimagan, misolda endi shunaqa odamlar ko'p. Endi odamlar bor, hamma ham shunaqa bo'lsa kerak. Keyin uy solganini, mashina olganini ko'rsatib, dardi shu isbotlab qo'yish o'sha do'stlariga, atrofdagilarga, jamiyatga, insonlarga. Umri isbotlash bilan o'tib ketyapti. Yaxshimi? Nimaga qodirligini ko'rsatib qo'yishga bag'ishlangan umr. Odamlarni fikri uchun yashalgan umr. Odamlar maqtashi yoki yomonlamasligi uchun ham qilingan hayot. Odamlar yomonlamasligi yoki gapirmasligi yoki odamlardan ajralib qolmasligi qo'rquvi uchun qilingan hayot. Shunday hayotlar bor ko'p. Va bu hayotlar xato. Meni shaxsiy konstitutsiyamda, meni hayot qonunimda bunday yashash xato. Nega? Chunki men hamma boy odamni ham, kambag'al odamni ham, aqlli, aqlsiz hammasini o'zimcha
miyamda oxirigacha borib ko'rdim. Baxtini his qilishga harakat qilib ko'rdim. Baxtini tasavvur qilib his qilishingiz mumkin. O'sha boyni ham, kambag'alni ham. Siz ham boylikni his qilib ko'rgansiz. Yaxshi ovqatlarda ham, yaxshi joylarda ham yurib ko'rgansiz. Uni baxti qanchalik doimiy sizga yetarli qoniqtiradigan darajada o'sha baxt. Eng yaxshi baxt, o'sha moddiy ma'noda eng yaxshi baxt darajasi bu ehtiyojlarni qondirish darajasi. Endi bir nimani isbotlab qo'yish, ko'rsatib qo'yish, nimaga qodirligini ko'rsatib qo'yishdagi baxt o'zi xohlagan ishni qilish. Hunarmi, ishda endi nimadir bilan band bo'lish, inson nimadir bilan chalg'ish kerak hayoti davomida. Odamlarga xizmat ko'rsatishmi, yordamlashishmi, o'rgatishmi, ilm o'rgatishmi yo o'rganishmi. O'shanda mazza qilsa bo'ldi. Hayot uncha qiyin emas, oson.